Uyga borsam dadam so'radi, nima bo'ldi o'qishing dedi. Kirolmadim dedim. Sen nima uchun o'qishga kirolmading? Aytaymi dedi. Nima uchun kirolmadim dada? Sen mana hovli etagida turgan mol seni o'qishga ketishingga xalaqit qilyapti bolam. Agar mana shu molni sotib olsak, yo'ling ochib ketadi bolam. Aytdim, molni aloqasi bor deydi. Lekin kattalarni bilgan ekan, keyin kelgan molni sotib yubordik, deb o'qishga kirib ketdim. Ey dadam o'qishga tayyorlanyapman, sen molni boqimdan ko'ra derdi-da. Endi tushundim dadam nimaga bunaqa deganini. Lekin baribir alam qildi. Men shuncha mehnat qilib, shuncha iste'dodim bilan, shuncha talentim bilan kirolmagan o'qishimga meni mol olib kirib qo'ydi. Uyga borsam dadam so'radi, nima bo'ldi?